Məңiş yaşıdaki 1 yaşdan 3 yaşqacha balını tərbiyələş. Balının hayatidagi bu basqıç ata-analarni nurg'un tajriba saboqlarga ega qildigan mezgil deb qaraldi. Masalan, balasini tunji qatim tish doktoriga aparish, balaning achchiqlanish davriga kirishi va uni qandoq betaraf qilish, balani o'zi qo'rqadigan butun narsalarni yengishga yetaklash qatorliq ishlarga duch keldi. Shuni eskartish zarurki, bala bu yoshda ma'nosini tushunmasdan naqshi shaklda raqamlarni talaffuz qilish degandek ko'p narsalarni o'rganishga boshlaydi. Bala yana o'ziga xos o'ynash odatini shakllantirishga boshlaydi. Cho'ng, kichik degandek ba'zi oddiy so'zlarning ma'nosini tushundi. Bu bosqichdagi bolalar qizg'in bo'ladi. Shunga atrofidagi muhit haqida nurg'un savollarni so'raydi. Hayvanotlarning ovozlarini va harakatlarini so'raydi. Shundaqla tabiiy o'rinlarni sayohat qilishdan huzur oladi. Shunga ata-onalar bu bosqichda bolasi bilan birga kitob o'qishga, o'yin o'ynashga, ba'zida mashina bilan, yana ba'zida piyoda mangdirib, maxsus vaqt ajratishi kerak. Yana ata-onalar bolasiga ismini, yeshini so'zlashiga yordam berishi, uning qilgan ijobiy harakatlarini va o'rganishlarini badiylab turishi, hissiyotini to'g'ri ifodalashni o'rgatishi lozim. 3 yoshdan 5 yoshgacha bolani tarbiyalash. Bu yoshda bola ko'pincha ahvollarda o'zini va hissiyotini kontrol qila oladi. Chunki u bu yoshda o'zining mustaqil xarakterini shakllantiradi. Shunga bolaning bu vaqtda ata-onasiga tayinishi azayib, ilm ma'rifati, har xil iqtidorlari, ijtimoiy aloqa va hissiyotini ifodalash mahoratlari taraqqiy qildi. Bu bosqichdagi bola qizg'in va suyumli usulda yetaklanishga to'liq muhtojdir. Ata-onalar bola bilan bo'lgan aloqasiga intayin ahamiyat berishi hamda uning o'sib yetilish paytida cho'qim uning yanida bo'lishi va uningga yordam berishi bakmo muhimdir. Chunki bu bosqichdagi bola bilan ata-onasining o'rtasidagi munosabat xarakteri keyincha ularning o'rtasidagi munosabatning mohiyatini belgilab qo'ydi. Bu bosqichda bolaga o'rgatadigan narsalarni imkon bor oddiylashtirganimizda bola ularni osonla o'rganib oldi. Bolani o'z loyiqida madhiyalash uning muvaffaqiyat qozonishida alohida rol o'ynaydi. Shunlashqa ata-onalar bolasining har qanday yaxshi harakatini maqtash uchun barliq fursatdan to'liq foydalanish kerak. Diqqat qilishga tegishli muhim nuqta shuki, bola ata-onasini ulga deb qaraydi hamda ularning harakatini hamisha kuzatishga urindi. Shuning uchun eng muhimi ata-onalar go'zal bir ulguni o'zlarida mujassam qilmoqi lozim. Balani boshqa bolalar bilan o'ynashga ilhomlantirish, uningda o'rtoqlashish va do'stlik uqumini kuchaytiradi. Balaning til mahoratini o'stirishiga yordam berish va mukammal jumlalarni ishlatib, uning bilan aloqa qilishmi intayin muhim. Maktab yoshidagi 6 yoshdan 12 yoshgacha bolani tarbiyalash. Bu bosqichda bola ma'lum darajada o'sish yoki yetarli taraqqiy qilish holatiga yetgandek ko'rinsimi, biroq bolaning bir qism a'zolari va mahoratlari davomli taraqqiy qilishga muhtoj. Shunglashqa u do'st tutish, boshqalarga qanday ishonish, masalalarni qanday hal qilish, shundaqla kollektiv ishlash qatorliq ijtimoiy mahoratlarni egallashga bek ehtiyoji bor. Yana bu bosqichdagi bola boshqalardan qanday qilib yordam so'rashni, ular bilan paranglashishni va ularga yaxshi muomala qilishni o'rganishga ehtiyoji bor. Bu bosqichda diqqat qilish muhim bo'lgan nuqta shuki, bu yoshdagi bola o'ziga nishon belgilab, uni amalga oshirish uchun yetarli turmush tajriba saboqlariga ega emas. U har vaqt o'zining majburiyatini eslatib turadigan kishiga muhtoj. Shundaqla uning ortiqchilik va ojizlik tarafini farqlantirish mutas. Mana bu vaqtda ata-onalar bolasining qiyin tajribalarni boshdan kechirishiga yordam beradi.
Əlbəttə, bu qiyin təcrübələr balaның imkaniyet dairəsindən çıxıb getməsligi kerak. Bu basqıçda ata-analar balaның hayatında onun bilan birga bo'lish, uning hayotining har qaysi taraflariga va qilgan aktiv faoliyatlariga qatnashish orqali o'zlari bilan balasi o'rtasida quyuq munosabat o'rnata. Yana ata-analar bu basqıçdagi balani to'g'ri ishlarga ijobiy shaklda yetaklashi, uning ish harakatlarini ruslashi, hissiyotini ifodalashga, erkin so'zlashga yo'l qo'yishi hamda uningga o'zi yaxshi ko'radigan, qiziqadigan faoliyatlarni qilishga ishonch ato qilib ilhomlantirishi, uningdan sirt uning shaxsiy muvaffaqiyatlarini maqtab, balaga yetarlik vaqt ajratishi va yetarlik darajada uningga ko'ngil bo'lishi to'liq zarurdir. Balog'atga yetgan 13 yoshdan 18 yoshgacha balani tarbiyalash. Balalarning balog'atga yetgan bosqichi to'liq o'rta maktabdan keyin turmushga yuzlanish tayyorligini ko'rsatib beradigan bosqich deb qaraldi. Chunki bala nurg'un taraflarda ko'rinarlik darajada mustaqil bo'ladi. Ammo yana bir qism taraflari davomli taraqqiy qildirishga bog'liq. O'sib yetilish jihatda balog'atga yetgan bosqichidagi balada ko'rinarlik farq paydo bo'ldi. Hamda fizikalik jihatdan nurg'un o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu bosqichda bala ota-onalarning qo'llashiga va ular bilan birga bo'lishga intayin muhtoj. Tadqiqotlar shuni isbotladiki, ijobiylikqa to'lgan bola bilan ota-onalar o'rtasida aloqa uzluksiz davomlashgan bir oila muhitini barpo qilish, oila faoliyatlarini mahalla faoliyatlari bilan birga elib berish balaning bu bosqichni o'ngishli besib o'tishiga yordam beradi. Bu bosqichda ota-onalar quramiga yetgan balaning mustaqil xarakteri shakllantirishni qo'llab-quvvatlashi hamda ularning o'rtasida nurg'un o'xshamagan ko'z qarash nuqtalarining bo'lishini normal bir ahvol deb tunishi kerak. Ota-onalar quramiga yetgan balaning aloyidaliklariga diqqat qilishi intayin muhim. Lekin quramiga yetgan balaning salohiyatini va chek-chegaralarini belgilashga ko'ngil bo'lishi kerak. Chunki texi balaning yetaklanishga ehtiyoji bor. Balalarning fikrini anglash, ularning salohiyati va chek-chegaralarini belgilashda ularning fikr talabini elish, ularning oxirida chiqarilgan natijani qabul qilishni osonlashtiradi. Balalarning zaharlik chekimlik, spirt qatorliq salomatlikka ziyon yetkazadigan barliq ishlardan saqlanishi uchun ota-onalar ularning kelgusini yaxshi planlashiga, ularni doim yetaklashga va nasihat qilishga alohida ko'ngil bo'lishi lozim. Uning jiddiyligini kontrol qilish usul choralari va uningga qanday muomala qilish to'g'risida munozara qilgandan boshqa, uning yangi masalalar va xiristlarga qarshi turish engini kuchaytirishi kerak.